Assalomu alaykum. Oldingi darsda tahlil bo'limiga kelib to'xtadik. Ya'ni bitta eslab olamiz. Sotuv bo'limida biz sotuv qildik. Mana qarzli sotuv bo'ldi. Dollarda sotuv qildik. 1300 dollarli iPhone'imizdan ikkita sotdik. 2600 bo'ldi, lekin bizga 1300 to'lab ketdi. 1300 qarzdorlik bo'lib qoldi. Kim? Azim degan foydalanuvchimiz, ya'ni mijozimiz shunaqa sotib oldilar qarzga. Xo'p, endi qarzdorni ko'rish uchun qarzlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana avtomatik tarzda ko'rsatib turibdi, ya'ni qoldiq 1300 qarz bo'lganlar bizga. Agar qarzdagi pullarni olib kelib bersalar, misol uchun qabul qilishni bosamiz. Qancha? To'liq 1300 qarzmi? Misol uchun to'liq olib kelib bersa, to'liq summa kiritiladi. Kamroq olib kelgan bo'lsa, misol uchun 500 dollar olib keldilar qabul qilish. Qoldiq 800 qoldi, 1300 umumiy qarzdan 800 qoldi, 500 dollar berdi bizga. Xo'p, tahlil bo'limiga qaytaylik. Tahlil bo'limida bizda mana hamma ma'lumotlar ko'rinib turadi. Xohlasak, mana bu 1 oylik ko'rsak bo'ladi, bugunginikini ko'rsak bo'ladi, bu hafta, o'tgan oy, bu yil yoki ixtiyoriy davr. Ya'ni qaysi sanadan qaysi sanagacha biza ko'rmoqchimiz tahlilni hisobotda. Xo'p, misol uchun mana bu oy qilib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda nima ma'lumotlar bor tahlil bo'limida? Mahsulotlarimiz, ya'ni bitta turdagi mahsulotdan bizda ombordagi birliklar, ya'ni 98 ta dona mahsulot bor. Ikkitasini sotuv qilganmiz. 100 ta olib keluvdik o'zi iPhone. Misol uchun. Xo'p, faol qarzlar 2 ta, ya'ni 2 ta qarzdorlik bor. 604 million 520 million so'm, 604 million 520 ming so'm, uzr. Qarzdorligimiz bor. Hozir buni tushuntirib ketaman men. Faol qarzlar 2 ta, qarzdorlik summasi shunaqa katta summa, nimagaligini ko'rsatib ketaman. Xo'p, tushum 30 million 940 so'mlik 940 ming so'mlik sotuv qilganmiz. Vazratlar bo'lmagan. Tushum shunaqa. Xo'p, foydamiz buning ichida 7 million 140 ming foyda. Shu sotuvdan, ya'ni oldingi safar qilgan sotuvimizdan, mana 2600 dollarlik qilgan sotuvimizdan bizani foydamizni ko'rsatib turibdi mana bu yerda. Faqat bu yerda qarzdorlikni ham hisobga olib ketish kerak bo'ladi. Chunki qarzdorligimiz ham bor edi bizani. Ya'ni misol uchun bizada 30 million so'm savdo qilgan bo'lsak, ko'chadagi qarzlarimizni, birovlarga bergan qarzlarimiz mana shunaqa ko'rinishda turadi. Xo'p, yetkazib beruvchilarga, ya'ni biz kimdan mol olganmiz? Esingizda bo'lsa, boshida mahsulot qo'shib uni kirim qilganimizda biza Xitoydan 100 ming dollarlik mol olgandik, uni 50 ming dollarini berganmiz. Buni oxirgacha yopib yuboraylik. Bo'ldi, yopilgan. Mana Xitoydan hech qanaqa nimamiz yo'q, qarzimiz yo'q. Xo'p, kirim bo'limiga qaytamiz yana. Qabul bo'limiga, ya'ni mahsulotlarni qabul qilib olish, sotib olish. Mana bu yerda o'sha 7-chisloda, misol uchun, o'sha Malika omboriga Xitoydan kelib tushgan mol, bitta turdagi tovar 100 ming dollarga ko'rsatish. Mana tushunarli. Qarz bo'lib qolganidek, u yopilib ketdi. Tahlilga o'tadigan bo'lsak, qarzlar summasi kamaydi mana. Faol qarzlar bittagacha tushdi. Ya'ni bizni o'zimizni yetkazib beruvchilarga bo'lgan nisbatan qarzimiz yopildi. Lekin qarzlar bo'limida mana yetkazib beruvchilarga degan qarzda tarixlari turadi. Ya'ni kimlarga qarz bo'lganmiz, necha pul qarz olganmiz, yopilganligi haqida ma'lumot turadi. Mijozimizdan qarzimiz bor. 8 dollar qoldig'i bor. Tahlilda shuni ko'rsatyapti. 8 dollarni so'mda ko'rsatyapti bizda bu yerda. Mana 9 million 520 ming so'm. O'sha hisoblangan kurs bo'yicha, bu hozirgi kurs bo'yicha emas. Misol uchun
kecha qarz berganingizda kurs 12.000 bo'lgan bo'lsa, bugungi kurs 12.500 bo'lib ketgan bo'lsa, u bugungi kurs bo'yicha ko'rsatmaydi bu. O'sha qaysi kurs bo'yicha hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, o'shanda so'mga chaqib ko'rsatyapti. Xo'p, buni ham yopib yuboramiz, qarzlarni ham qabul qilish oxirigacha to'liq ravishda yopib yubordik. Mana, yopilgan. Ya'ni Azim degan inson qarzini yopib ketdi. Tahlilga o'tamiz. Bo'ldi, faol qarzlar, hech qanaqa nimalarimiz yo'q, muammolar yo'q. Bo'ldi, tushum, sof tushum, foyda. Keyin tahlil bo'limida yana pastroqga tushganimizda grafik ko'rinishda ham ko'rinadi bu ma'lumotlar. Ya'ni tushum qancha bo'lgan, foyda qancha bo'lgan. Bu yoqda mana bunaqa dumaloq grafik bo'yicha ko'rinyapti. Mana yashili bu naqd qabul qilindi, ya'ni savdo qilgan pulimiz. Yarmi qarzga sotildi, 50-50 bo'lgan. Qaytarishlar bor bo'lsa, qizillar ham paydo bo'ladi. Pastda so'nggi amallar, ya'ni qabul bo'lgan, sotuv bo'lgan. Tushunarli? Xo'p, omborga o'tsak, Malika bozorida mana bitta pozitsiyadagi tovarimizdan 98 ta mahsulot qolgan.